O'rtoq, meni kechir. Sen oldingda aybdorman. Hammasini tushuntirib beraman. Mani o'rtog'dimi? Tushundingmi? O'rtoq, o'zingni bos. Sani deb onamni yo'qotdim. Ha, menga qara. Men senga oilamni, omonatimni ishonib topshirgan edim. Seni o'ldiraman. Aka, to'xtang. Unaqa qilmang, iltimos aka. Do'sting sizga xiyonat qilmagan. Hozir men sizga hammasini tushuntirib beraman. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Zebo, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sizga hammasini aytib beradigan vaqt keldi. Nimani? 2000-yil onangizlarning kasalligi tufayli Sodiq ikkalamiz doktor bilan ko'rishdik. Hammasi shundan keyin boshlandi. Menga qog'ozga o'ramasdan gapiravering. Doktor, onam tuzalib ketadilarmi? Uka, onani kasalliklari juda ham og'ir. Uni davolash uchun juda katta pul kerak. Shunda ham tuzalib ketishlariga kafolat yo'q. Doktor bilan suhbatdan keyin onaxon tuzalib ketishlari uchun pul qidirishni boshladik. Hech kim yordam bera olmadi. Do'stim ilojsizlikdan qiynalayotganiga shundoq qarab tura olmas edim. Onaxonning hayotini saqlab qolish uchun oxiri tavakkal qilib jinoyatga qo'l urdik. Lekin restorani katta edi, kamida 500 mingga sotgandir. Yana ana kelyapti. Menga qara, sen hushyor bo'lib turgan tushundingmi? Faqat pichoqqa ehtiyot bo'l, o'rtoq. Bo'cha, ertaga gref dodasi mendan. Davay, o'rtoq, tezlash. Ovozingni chiqarma, o'ldiraman.